Uchko'prik tumani Sarqo'rg'on qishlog'idan keldik. 2006-yildan beri shu yerga kelib, bir yilda ilk marta dam olib ketamiz. Mana shu Alisherjon, barcha Feruzaxon. kalliklar bilan bizga o'z onalaridek yugurib yelib xizmat qilishadi. Sharoitlar zo'r, suv, keyin sandal, massaj, parafin, terapiya, 3 xil Fizioterapiyalar bor. ovqatlari judayam shirin. Shifobaxsh suv sizga nimaga foyda bo'ldi asosan? Sizga. Menga o'timga. Aha, sizgachi? Oshqozon cheklari ancha yaxshi bo'ldi. O'tminga ham, o'timga Yaxshi. 5 kun ichida ancha yaxshi. Mana ko'rib Nihoyatda Joylar salqin. salqin, xonalar bor. havolar toza. Oldindan zakaz qilib qo'yishadi. Bo'ldi kelinglar, joy tayyorlashib qo'yishadi. Chiroyli kutib olishadi, Xudoga shukr. Nima tavsiyalar berasiz endi mana boshqalarga? Grijasi borlarga, Grijasi. o'ti og'riganlarga, Astmasi borlarga ham. astmasi borlarga, Hammasi davolanadi. oyog'ida nima valikoz Valikoz. borlarga, grijasi borlarga, o'shalar. hammalarni kelib shu yerda davolanishlarini Ayniqsa iltimos qilamiz. davlinasi borlar ham nihoyatda davlina yo'q hisobi bo'lib ketasiz ekanda.